Tushda to'y libosi kiyishni ko'rishning ta'birlari. Tushda to'y libosi kiyganini ko'rish tush ta'birlarida ko'pincha yangi bosqich, quvonchli voqealar va hayotdagi muhim o'zgarishlarning ramzi sifatida talqin qilinadi. Biroq ta'bir tushning tafsilotlariga qarab o'zgarishi mumkin. Oq va chiroyli to'y libosini kiyish baxt, ezgu niyatlarning amalga oshishi, yaxshi xabar yoki yangi imkoniyatlardan darak berishi mumkin. Turmush qurmagan qiz uchun to'y libosini kiyganini ko'rish yaqin kelajakda sovchi kelishi, munosib inson bilan tanishish yoki hayotda ijobiy o'zgarishlar bo'lishi deb talqin qilinadi. Turmush qurgan ayol xuddi shunday tush ko'rsa, oiladagi totuvlik, quvonchli yangilik yoki muammolarning yengillashishini anglatishi mumkin. Bunday tushni homilador ayol ko'rsa, ko'pincha tug'ruqning oson o'tishi va xayrli xabarlar belgisi sifatida aytiladi. Tushda erkak o'zini to'y libosida ko'rsa, noodatiy tush bo'lib, hayotda kutilmagan o'zgarishlar yoki mas'uliyat ortishini anglatishi mumkin. Tushda ko'rilgan kir, yirtilgan yoki eski to'y libosi ayrim tadbirlarda tashvish, kechikish yoki umid qilgan ishda to'siqlar bo'lishi mumkinligini bildiradi. Tushda to'y libosini yechib tashlash biror qarordan voz kechish yoki hayotdagi bir bosqichning yakunlanishiga ishora qilishi mumkin. Shuni ham yodda tutish kerakki, tush ta'birlari diniy yoki ilmiy jihatdan aniq bashorat hisoblanmaydi.